4-oyda egizakka aylanib qolgan homila haqida eshitganmisiz? Unda bugun eshitasiz. 3 oy yuragim tagida bitta kichkina yurak urayotgandi. Biz uni 4 yil kutgandik. Unga allaqachon mehr qo'ygandim. Har qanaqa tekshiruvga faqat bitta mo'jizani quvonchi bilan borardim. Har safar o'zini ko'rganimda yuragim tezroq ura boshlab, mana u mani bolam deb pichirlardim. Lekin 4-oyga o'tganimizda Alloh bizga kutilmagan yurakni lahzaga soladigan chinakam mo'jizani tuhfa qildi. Homilam bitta emas, egizaklar ekan. Shu paytdan yuragim ikkiga bo'lindi va berishga tayyor bo'lgan mehrim 2 baravar oshdi. Ko'z yoshlarim quvonch bilan qo'shilib ketgan kun mana shu videoni olgandim. Xavotir olib yuruvdim, bugun 2ta deyishdi. Shunda ham boshqacha bo'lib ketyapman. Farzandli bo'lishni istayotgan bo'lsa, duo qilayotgan bo'lsa, duo qilinglar, so'ranglar, ishoninglar. U kun keladi. Bizga keldi-ku, sizlarga ham keladi, xudo xolisa. Ana shunday qilib hayotimda olgan eng kutilmagan sovg'alarim kechagina 2 yoshga qarshi olish. Shunaqa qilib 1 daqiqa ichida 2 yurak, 2 taqdir, 2 baxt va 1 ona hikoyasini eshitdim. Salkam 5 yil davomida meni g'oyibdan duo qilganlarga esa boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Hammasi uchun rahmat.